Assalomu alaykum. Mana bugun juda ham qiziqarli o'yin guvohi bo'ldik. Bu o'yin haqida o'zingiz fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. O'zimizmi bizning fikrimiz o'rtoq. Vaqti dahshatli o'yin bo'ldi, lekin orada katta bolalarning o'yiniga o'xshagan o'yin bo'ldi. Agressiya juda katta bo'ldi. Azartga kirib ketishgandan. Menimcha bu shou bo'ldi, takoy media uchun. Final deb bo'lsa ham bo'ladi. Legendaligini qildi. Lekin Sonic X ga xudo xolasa tanlashim kelajakda omad tilab qolamiz. Tayyorvardi Sonic. Chunki Sonic X orqasidan keldik biz. To'g'ri. Aynan qaysi jihatlarni ta'kidlay olasiz? Keyinchalik bu komandani kelajagini qanaqa ko'rasiz? Jamoaviy komanda, jamoaviy, aqlli zo'r deb o'ylayman. Va albatta yoshlar, qoni qaynagan yoshlar ko'p. Bizlar tengdoshlar, bizdan kichkinalar. Mana bugungi o'yindan keyin o'zingizlar ham qanaqadir media komanda ochib, prям o'sha o'yinda qatnashish. Yo'q, bizning katta bola komandamiz bor, bilasiz. Shu yaqinda media komandamiz qaytadi. Keyin Sonic X ga qarshi o'yin. Butun любой media komanda. Sonic X chayna boradi. Sony degan dendi qo'raman. Sega nasib, balki ko'ramiz xudo xolasa. Lekin omad zo'r o'yin bo'ldi, final deb bo'ldi desa ham bo'ladi.